Hadi suv ichib keladi. Hay, qayerga? Suv ichib keladi. Voy, navbatimiz keldi. Bo'ling, pulni oling. Anamicha shoshqasan, xotin olamiz hozir shu pulni. Joyini ham solamiz shu pulni hozir. Voy, dadasi. Sizni qo'lingizga men pul berib qo'ymayman, xo'pmi? Pul qo'lingizga tushsa, opangizga yordam bergingiz keladi, singlingizga qarashgingiz keladi. Hech bo'lmasa akangizga yo to'y qilgingiz keladi, yo uy qilgingiz keladi. Ha, kerak bo'lgandan keyin berasan-da, xotin. Voy dadasi, sizga erga tekkanimdan beri qo'lim pul ko'rmadi-ya. Bir yaxshi, bir normalniy ko'ylak olib bermagansiz. Kelinligimdagi ko'ylakda yuribman hali ham. Qo'limda na tilla uzuk bor, na tilla sirg'a bor. Oyog'imdachi bir normalniy tufli yo'q. Dadasi, bo'ling tez-tez, latta bo'lmang, bo'ling. Hozir pulni olaylik, shuni hammasini sen ishlatasan. Senga shu pullar. Bu do'la. Voy, ay, Qimirlama. dadasi. Agar bittang qimirlasang, shu ayolni otaman. Ha? Agar qimirlasang, shu ayolni otaman. Olma pishgandagi, tagini tishgandagi, olma pishgandagi.